Negativ 5 millik almasamiz. Metro Choshtepadagi joyimiz ishlayapti. Bemalol kelishingiz mumkin. Ko'pchilik ishlamayapti deb o'ylayotgan ekan. 5 millik almasamizni ichini ko'ramiz. Kel. Gramni ko'rsat, 660 gram. İçini ko'ramiz endi. Pil ruletlarimiz 140 ming so'mdan yangi svejiy keldi. 140 ming 1 kiloga 50 gram bo'ladi. Bundan oldingi videoda ikkita video gaplar bo'lib qoldi. O'shani boshqatdan olamiz. Mana ichi, yana bittasini kesib beraman. Shtobi ishonchli bo'lish uchun. Bu internetda yana bitta ikkita optimchilar bizdan 5 millik albasa so'ramaylar deb gapirib chiqishibdi. O'shanga общий umumiy ответ bu. 5 millik albasa bo'lmaydi haqiqatdan ham. Buni zarariga sotiladi. Buni uncha-muncha zavodlar ham ishlab chiqarib bera olmaydi. Iloji yo'q. Uncha-muncha emas, umuman O'zbekistondagi nimaiki zavod bo'lsa, bunaqa albasa ishlab chiqarib bera olmaydi 5 mingga. Bu 5 millik albasamizni okasi 20 ming so'mdan 660 gram bo'ladi. Hash turishi 20 ming so'm. Indeykalarimiz 55 ming so'mdan, Altaqoniki hozir keldi. Varyonlarimiz 25 ming so'm, yaxshisi, arzon emas, yaxshisi. Kelib tap-tap yeb ko'rishingiz mumkin. Ziralilarimiz nimtar achchiq bo'ladi, 30 ming so'm hash turishi. Bu aytganimdek kecha 50 ta keluvmidi, bugun yana 50 ta keldi. Shtobi, klientlardan fikrlarni bilamiz. Bu sasikamiz donasi 15 ming so'mdan. Iltimos dillerlardan nimaga Ibrohim arzon sotyapti deb savol bermanglar. Savolingizga men javob beraman. Bundan Ibrohimdan ham arzon beringlar deb so'ramanglar. Bu reklama sifatida ishlaydi do'kon. Bu nima arzon bo'lsa, mayli arzon sotilar. Bundan foyda ko'rmasam, zavodlardan reklama sifatida pul sanab olaman. E'tibor beringlar shu gapimga. Nimaiki keladigan tovar bo'lsa, Ibrohimga beradigan narxda beringlar deydi. Bunaqa bo'lmaydi. Unda menga to'g'rilab sotishinglar uchun o'zini pulidan sotish kerak. 25 ming so'mdan sardelkalar. Tashqari 25. Men bunga e'tibor bermayapsizlar. Korobkasi 300 ming so'm. Kecha 20 ta dona Choshtepaga 20 ta dona Yangiyo'lga borgan, uchta qolibdi. Kelganda mashindan beri eko halol sasikasini so'raylar, chiroyli qilib beramiz. Bu общийga ответ. Rahmat hammaga.